Qul bo'lib tug'ilgan inson o'z taqdirini o'zgartira oladimi? Men oddiy bir xizmatkor edim. Ammo hayotimni sotishdi. Tag'in sizni olib ketishmoqda. Qaytib kelasizmi? Bir insonning sabr va ishonchga to'la hayoti, adolat haqiqatdan ham g'alaba qozona oladimi? Garbert Beecher Stown, Tom tog'aning kulbasi asari. Aziz kitobxonlar, ushbu asarni o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.